Assalomu alaykum bekanjon kuzatuvchilari. Xudo xolasa Leapmotor avtosaloni rasmiy dileriga keldik va ushbu joyda juda ham ko'p avtomobillarimiz bor ekan. Misol uchun Leapmotorda Comfort Opel C16 Comfort Opel Smart eng full komplektatsiyasi va hammasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bizni uzoqlashmay va narxlari haqida ma'lumot beramiz. Bizni uzoqlashmanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan buyog'iga Leapmotorda hamma narsalar haqida Leapmotor rasmiy diler bilan birgalikda biz yoritib boramiz. Agarki deganda Leapmotordan hamkorlik qildik. Leapmotor avtosalonlarini, rasmiy dilerlarini reklama qilishni bugundan boshlab boshlaymiz va Leapmotorga kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan buyog'i Leapmotor rasmiy dilerini avtosaloniga kiramiz. Xitoylar shartnomalar qanaqa bo'ladi va narxlari qanaqa, nima sababdan rasmiy dilerdan olishi va qanaqa servis xizmatlar ko'rsatilishi haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz boshladik. Xo'p do'stlar, birinchi manzilni ko'rsatib o'tamiz. Manzilimiz MG, Chang'an, Leapmotor va Dongfeng salonlarini oldida joylashgan. Bu tomonimiz Sergeli mashina bozorida, mosti, bu tomonimiz metro 2-bekat, Drivers'ni ro'parasida, bu tomonda yana ham rasmiy dileri bor. Va ushbu joyda Leapmotorning rasmiy dileri ochilgan ekan. Va ushbu joydagi mashinalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, ko'rsatib o'tamiz. Leapmotorimiz C11 Smart do'pposaligi test drive'ga ham ushbu mashinani kelib xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ma'qul kelganini test drive qilib ko'rsangiz bo'ladi. Va bu yerda ham bir qancha avtomobillarimiz mavjud. Misol uchun Leapmotor C16, C11, C01, C11da gibridda, Leapmotorda gibrid, elektri, qora, oq, xohlagan rangingizdagi avtomobillarni topishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun Leapmotor rasmiy dileriga kelinglar va yoki ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Ushbu avtomobillarning biri albatta sizniki bo'lishi mumkin. Oqqa qora, qoraga oranjiviy, qoraga qora C11da, C16ni qoraga oranjiviy. Biz hammasi xolasida manaki nebeshni yangicha ranglarni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Qoraga qorasi ham albatta mavjud ekan. Hozirgi kunda Toshkentga yangi kelgan Leapmotor B10 avtomobili ham albatta Leapmotorning rasmiy dilerida xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz salon ichiga kirib ketmoqdamiz va ushbu salondagi avtomobillarni ko'rsatib chiqamiz. Kirganimizda o'ng qo'lda birinchi bo'lib Leapmotor C11 avtomobilimiz turibdi. Bu mashina haqida barcha ma'lumotlarga egasizlar. Bu 580 kilometrlik 272 ta ot kuchiga ega eng full komplektatsiyadagisi hisoblanadi. Ichlari ham juda ham chiroyli rangda. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Leapmotorimiz xudo xolasa rasmiy dilerdan xarid qilsangiz bo'laveradi. Bagajlari elektropaket. Eng qizig'i, Leapmotorni olayotganingizda sizga o'zini poliga, 7 kilovatlik zaryadniga, ruskassasi hamda yostiqlari qo'shib beriladi. Komplektatsiyasi nasos yelimlari ham bo'lishi mumkin, lekin Leapmotor C11da hali hech birda men ko'rmadim nasos yelimini. Bu Smart do'pposaligi deganda shoxida dugasi bo'ladi. Ikkita oldi serjinada masajlari bo'ladi. Smartda monitor tashqariga ajrab chiqqan bo'ladi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu Smartni заводской tarzda ruskassa qilingan holatda sizlar xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana yerda narxlari ko'rsatib qo'yibdi. Xo'p. Comfort 300 kilometrlik 27800, Premium 29800 bu gibridniki, elektrik 515 kilometrligi 26800, yani Comfort do'pposaligi 580 kilometrlik eng full komplektatsiyasi 28800 dollarga xarid qilsangiz bo'ladi. Batareyka sig'imlari xolos hammasi mana shu yerda 3 yil yoki 120 ming kilometr mashinaga garantiya beriladi. Xo'p, ichki saloni fioletviy rangidan so'rayotgan obunachalarimizga mana ichki saloni fioletviysi bor ekan. Bezramishli oynalar, bakov qismida qizdiradi, slipoy zonasi hamda hamma qismlari bor. Bu yerda pasvetkalarni ham xohlagan svetlaringizga o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Bu fioletviy salonda juda ham kam
odamlarni uchtasi yasasiz, uchratasiz. Nega deganda, fioletli saloni boshqa salonlarga qaraganda biroz qimmatroq yuradi. Xo'p, panorama, 160 kamera, заводской tarzda ruchka hissalari albatta mashinamizda mavjud. Ko'rayotgan bo'lsangiz, sidinalarimizni massajlari, orqa sidinalarda ham abagir fabriflari albatta bor. Xo'p, o'tirib olamiz. Bu mashinamizni olgan holatingizda sizga kerak bo'ladigan funksiyalardan biri face control bu C11 da 7 ta odamga bog'lab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 7 ta odam bemalol boshqarsa, o'tirib harakatlantirsa bo'ladi avtomobilimizda. Monitorlar buni ruskasida hamma narsasi, приложениялар albatta yozilganmi ekan, ko'ramiz qator. Yo'q. Приложенияларimiz afsuski yozilmabdi. Xudo, uni gaplashib ko'ramiz. Yozib qo'ysa kerak. Lekin приложениялар yozilmagan. Ruskasi qilingan xolos. Menimcha xitoylikga aytamiz, yozib qo'yishi mumkin. Massajlarni ko'rsatib ko'ramiz. Mashinamizni sidinalarni desak, mana orqalar abagir, ikkita oldida abagir fabrifi. Xo'p, bu yerda massajlari, masajni chiqib qoldi hozir. Mana masaj qilishni boshladi o'zini. Ko'rayotgan bo'lsangiz, qimlashni boshladi. Xohlagan rejimda ishlasanglar bo'ladi. Masajda. O'chirdik mana masajda. Rastosar shu mashinamizda arzon narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi, rasmiy dillerdan. Xo'p, mashinamizni endi orqa qismiga o'tamiz. Заводской tarzda oynalar qoraytirilgan. Ichki saloni sidina paymetlari albatta hammasi ishlayapti. Mashinaning ichki saloni ham, orqa sidinalar abagirsa, orqalari mana kamchilik deflektorlar va hamma narsasi o'tgan. Panorama shtorkalari va hamma narsasi cho'tki holatda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilinglar va shu mashinamizni xarid qilishga ulgurib qolinglar. Fioletli salondagi rangisi biroz kamroq tursa, shuni yodingizdan chiqarmasangiz ham bo'laveradi. Xo'p, bu yerda esa BYD emas, Leapmotor C01. Bu BYDning Chazor avtomobili bilan raqobatlasha oladi. Bunda ham pozitsiyalar bor. Machetni ko'rib olsanglar bo'ladi, elektrik gibrid hammasini. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 5gacha bu yog'i elektrik, bu yog'i gibrid. Gibridimiz 24800, 27800, 28800 gacha. Bu demak full elektr yonida turgan. Elektrlar 24800, 525 kilometrlik, komfortli, premium 27800, premium plus bo'ladi 28800, ya'ni premium plus. Menimcha ikkita motorlik bo'lsa kerak. Hozirgi kunda shu mashinamiz ham nalichada tayyor. Bu mashinamizning narxi ham 28800 ekan, full komplektatsiyadan esa. Xo'p, bu ko'rayotganingiz albatta full. Bu mashina ham ichidan qator ko'rsatib o'tamiz. Ikkita motor bo'ladi. Dual motor. Mana holatlari. Bunga sidina pamet, ruskasi, hamma narsasi qilib beriladi. Har bitta avtomobilimizga 3 yil yoki 120 ming kilometr masofaga garantiya beriladi. Bu mashinamizni ham oq rangi hamda qora rangi yoki shunaqa chiroyli rangi ham albatta mavjud. Bagaj qismi lift bay, bagaj bilan birgalikda ko'tariladi. Anchagina keng. Hamma mashinamizda заводской o'zini original polik hamda subwooferlari joylashtirilgan. Bagaj yopish uchun elektropaket bo'ladi. Transfer paysalarda knopkali bo'ladi. Xo'p, va nihoyat biz kutayotgan avtomobilimiz ko'rsatib o'tamiz. Bu mashinamiz Leapmotor B10. Bu O'zbekistonda endi kirib kelyapti. Hali uncha salonlarda ham yo'q. Xudo xolasa bu mashinamiz haqida ham to'liq video qilamiz. Lekin ichki salonlari juda ham chiroyli. Chiroyli ranglardan qilingan, to'g'ri, menga ranglari yoqdi, lekin ichlari biroz soddaroq qilingan. Xuddi ko'rsatib o'tamiz. Bu mashinamiz narxini esa to'liq arzon qilganimizda tushuntirib beramiz. Mashinamiz ham bagaji elektropaket.
Chunki Leap Motor kundan kunga ommalashmoqda va juda ham sifatli avtomobillar ishlab chiqarishni boshlamoqda. Xo'p. Rasmiy dilerdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Leap Motor C10 avtomobilimiz ham albatta mavjud. Bu mashinamiz gibridi 27800 ekan, 210 kilometrli Smart'da. Comfort'da 530 kilometrli Electra 25800, 530 kilometrli Smart'imiz 27800. Bunisi Smart versiyasi 27800ligi. Bu mashinamizni ham xudo xolasa xarid qilsangiz bo'ladi. NFC kartalari, rustikassalari, plutlari, hamma narsasi bilan birgalikda Leap Motor so'raganlaringizga obunachilarga yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Puni panorama tom. Har bitta Leap Motorimiz bukun mavjud emas, lekin hech qaysi birida. Va mashinamiz mana yakka xoma yumshoq diska balonlardan foydalanilgan. Bu mashinamiz ham nalichada oq, qora ranglarni xarid qilsangiz bo'ladi. Bagajlar eng full komplektatsiyalar salonga qutuga qo'yilgan va har bittasida mana ko'rayotgan bo'lsangiz ham poliklari komplektatsiyada beriladi. Har bitta mashinamizga ham 3 yil atrofida garantiya beramiz. Va nihoyat eng full komplektatsiyadagi Leap Motor C16. Shu mashinamiz narxi qimmatladi. Har xil muammolar kelib chiqqan edi, lekin muammolar bartaraf etildi. Leap Motor C16 avtomobilni $30500 ga xarid qilsangiz bo'ladi. Eng fulli emas. Bu 2 do'pposaligi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Gibrid 200 kilometrli Comfort do'pposamiz 28800. C16 200 kilometrli Comfort Plus 29800. Leap Motor Premium ya'ni 2 do'pposalik. Ular bir. Bunisi 2 32800 ga 3-pozitsiyasini xarid qilsangiz bo'ladi. Leap Motorimiz haqida barcha ma'lumotlarga egasizlar. Hammasiga mashinaga rustikasasi zavodskoy tarzda qilingan bo'ladi. Hech qanaqa kelganda prashipka qilib u narsa qilinmaydi. Zavodskoy holatda barchasiniki. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi rustikasiyalari zavod orqali qilingan bo'ladi. Bunga ham programmalarni yozilmoqda. Bir gaplashib ko'ramiz Xitoy bilan birgalikda. Hamma mashinaga programmalarni hammasi berasanmi deb ko'ramiz. Xudo xolasa mashinamizni zavodskoy rustikasiyada $30500 ga xarid qilsangiz bo'ladi. Orqalarini ko'rsatib o'tamiz mashinani. Zaryadniki original tarzda uch xotosini bunga qora, qora uxlagan turdagini xarid qilsalar bo'ladi. И bankga ham shartnoma summasi o'zgarmaydi. Boshqa mashinalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yib, like bosishdan chiqarmanglar. Leap motorlarimiz mayda C11 gibridda hamda B10 boya ko'rsatganimiz shu yerda turibdi. Xudo xolasa bugungi videoni shulardan iborat narxlarni aytib o'tdik. Price listimizni ham mana bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Ko'rasizlar bo'ladi. Yoki screenshot qo'lda. Leap Motor rasmiy dilerga qo'ng'iroq qilish uchun ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling va shu mashinalardan biri sizniki bo'lishi mumkin. Bizdan uzoqlashmanglar.